Tafsiri muyassar. Isra suresi. Nihayeti şefkatli ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'tan başka itiqat ve ibadet kılışka layık ilah yoktur. Allah bendisi Muhammed aleyhisselamga özünün uluğluğunun, tengdassız kudretinin ve çeksiz ilminin alametlerinin bazısını ve yegani ilah ekanliginin delillerini ko'rsatish uchun uni kechining bir qismida Masjidi Haramdan atrofini ziroat va mevlar bilan barakatli qilgan, ko'plagan payg'ambarlarning vatani bo'lgan Masjidi Aqsoga o'yg'oq holatida ruhiy va badani bilan elib bordi. Sheksizki Alloh barliq ovozlarni anglab turg'uchidir. Hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Allah dünya ve ahirette hemmigi tegishlik bo'lganini beradi. Allah Muhammed aleyhisselamga Isro Miroj bilan in'om qilgandek, Musa aleyhisselamga Tavratni ato qilishi bilan in'om qildi. Tavrat o'z vaqtida haq dinning dasturi va Isroil avlodining yetakchisi bo'lib, Isroil avlodini Allohdan boshqasiga ibodat qilishdan ma'ni qiladi. Biz Nuh bilan birga kemiga chiqib to'fon balosidan qutqazganlarning avlodlari. Allohga sherik keltirmanglar. Uning ne'matlariga shukr qilinglar. Nuh alayhissalomni o'lgi qilinglar. Chunki Nuh alayhissalom Allohga tili, dili va amaliyati bilan hamisha shukr qilguvchi banda edi. Biz Isroil avlodiga ato qilgan Tavratda ularga o'zlarining Baytul Muqaddas shahrida payg'ambarlarni nohaq o'ltirib, insonlarga zulm qilib, ikki qatim cho'ng buzg'unchilik qiladiganligi va bakmu haddidan eshib ketadiganligi haqida xabar bergan edik. Isroil avlodi, sizlar oldin xabar berilgan birinchi qatimlik buzg'unchilikni qilgan chaqda sizlarni mag'lub qilish, o'ltirish ve yurtinglardan haydab chiqarish orqali jazolash uchun nihoyatda kuchli bandalarimizni avatdik. Ular uylarni oqtirib sizlarni izdedi. Buzg'unchilik yuz berganda uning jazosining keladiganligi amalga oshadigan bir va'da edi. Isroil avlodi, keyincha sizlarga nusrat va g'alaba ato qilib, sizlarning dushmanlaringizga bo'lgan ustunliklarni asliga keltirdik. Sizlarning mol-mulkinglarni va avlodlaringlarni ko'paytib berdik. Sizlarni kuchlantirdik va soninglarni dushmanlaringlarning sonidan ziyoda qildik. Bu sizlarning Allohga itoat qilganliginglar va yaxshi ish qilganliginglar uchun edi. Agar sizlar amalinglarni va gap so'zinglarni isloh qilsanglar, buni o'zinglarning foydasi uchun qilgan bo'lasizlar. Chunki bu amalinglarning savobi sizlarga bo'ladi. Agar yomon ish qilsanglarmi, uning jazosini o'zinglar tortisizlar. Sizlarning ikkinchi qatimliq buzg'unchiliklarni jazolashning vaqti kelgan chaqda dushmanlaringlarni sizlarning ustinglarga avatdik. Bu ularning sizlarni mag'lub qilishi, xorlishi va xorliq alomatlarining yuzinglarda ko'rilishi. Ularning Baytul Muqaddasga kirishi, uni dastlabki qatimda vayron qilganidek vayron qilishi va ishg'ol qilgan joylarni butunlay vayron qilishi uchun edi. Isroil avlodi, agar sizlar gunohinglarga tavba qilib, o'zinglarni isloh qilsanglar, Rabbinglarning sizlarga rahim qilishida umid bor. Agar sizlar burunqi buzg'unchiliklarga va kishilarga zulm qilishga qo'ysanglar, biz sizlarni jazolashga va xor qilishga qo'ydimiz. Jahannamni sizlarga va barliq kofirlarga zindon qilamiz. Uningdan hargiz chiqolmaysizlar. Bu oyatlarda islom ummati Isroil avlodining beshiga kelgan azob uqubatlarga duchor bo'lib kelishdan ogohlantirilgan. Chunki Allohning gunohkorlarni jazolashdagi qonuniyati birdir. U o'zgarmaydi. Sheksizki biz bandimiz Muhammed aleyhisselamga nazl qilgan bu Qur'on insonlarni islom yo'lidan iborat eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Allah buyurgan yaxshi ishlarni qiladigan va Allah to'sqan yomon ishlardan cheklanadigan mu'minlarga
ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar beradi. Hamda oxiratga, uningdagi mukofot va jazoga ishonmaydigan kofirlarni ular uchun biz tayyorlagan qattiq azobdan ogohlantiradi. İnsan o'ziga yaxshilik tilab duo qilgandek, o'zining nodonligidan va sabrsizligidan ba'zida o'ziga yoki bolalarga va yoki mol-mulkiga badduo qiladi. Chunki inson bakmu aldiraqsan keladi. Kecha bilan kunduzni qudratimizni ko'rsatadigan ikki alomat qildik. Kechining alomati bo'lgan oyni o'chirib etib, kunduzning alomati bo'lgan quyoshni yo'riq qildik. Bu kishilar kunduzning yo'riqida hayotlik ishlarni qilishi, kechada orom elishi va kecha bilan kunduzning almashib kelishi orqali yillarning sonini, oylarning va kunlarning hisobini bilish uchundir. Biz hamma narsani tafsiliy bayon qildik. Allah har bir insonning yaxshi va yomon amallarini uning bilan hamroh qilib qo'yadi. Uning amalidan boshqalar hisob bermaydi. Umu boshqalarning amalidan hisob bermaydi. Qiyomat kuni Allah uningga nomi amalini chiqarib beradi. U uni echilgan holda ko'radi. Uningga nomi amalingni o'qig'in deyiladi. U o'qiydi. Garchi bu dunyoda xat o'qiyamaydigan odam bo'lsa-mu, oxirat o'qiy oladigan bo'ladi. Ondan yana uningga bugun o'z amallaringni o'zingning hisoblab chiqishi yetarlikdir. Shuningga qarab o'zingga qanday mukofot yoki jazo beriladiganligini bilib olasan, deyiladi. Sheksizki, insonni o'zidan o'zi hisob elishga qo'yib berish adolat va insofning eng yuqori pallasidir. Kimki hidoyat tepib to'g'ri yo'lga ergashsa, uning hidoyat topganligining foydasi o'ziga bo'ladi. Kimki to'g'ri yo'ldan ezib xato yo'lga kirib ketadigan, uning ezib ketganligining ziyni o'ziga bo'ladi. Hech qanday gunohkor odam boshqa bir gunohkor odamning gunohini ustiga olmaydi. Allah payg'ambar avatib, kitoblarni tushirib, ogohlantirmay turib, hech kimni azoblamaydi. Agar biz biror shahar aholisini qilmishlari sababli halok qilmoqchi bo'lsak, ularning orasidagi davlatman odamlarni Allohga itoat qilishga, Allohning payg'ambarlariga iymon etishga buyuramiz. Boshqalarimiz shularga ergishib ish ko'radi. Vaholanki ular Allohning amriga osiylik qilib, Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, azobga tegishli bo'ladi-da, shuning bilan o shaharni aholisi bilan qo'shib butunlay halok qilib tashlaymiz. Nuhdan keyin o'z payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ey payg'ambar, sana Rabbing kifoyadir. O bandalarning barliq amallarini to'liq bilib turadi. Uningga hech qanday narsa maxfiy emasdir. Kimki mushu tez o'tib ketadigan dunyoni ko'zlab, dunyolikqa berilib oxiratni inkor qiladi ekan va oxiratlik uchun amal qilmaydi ekan, Allah uningga o'zi berishni xohlagan va Lavhul Mahfuzda yozgan narsani beradi. Ondan uningga oxiratda jahannamni nisib qiladi. Uning dunyoni ko'zlaganligi va oxiratni qo'yib dunyolik uchun ishlaganligi sababli Allah uni o'z rahmatidan yiroq qilib jahannamga kirgizadi. Kimki o'zining yaxshi amallari bilan oxirat hayotini ko'zlaydi ekan hamda Allohga, uning mukofotiga chin ishongan holda Allohga itoat qilib, oxiratlik uchun loyiq amallarni qiladi ekan, ana shunday kishilarning amali Allohning dargohida qabul qilinadi va oxiratga saqlab qo'yilib, uning mukofotini to'liq oladi. Dunyolik uchun ishlagan firqa bilan oxiratlik uchun yaxshi amallarni qilgan firqaning har biriga rizq beramiz. Bu dunyoda mu'min, kofir hammasiga rizq beramiz. Chunki rizq Rabbingning o'z fazlidan ato qilingan ato ihsoni bo'lib, Rabbingning ato ihsoni mayli mu'min bo'lsin yoki kofir bo'lsin, hech qanday bandiga to'silib qolmaydi. Ey payg'ambar, Allohning insonlarni bu dunyoda rizqdan va
amalda ba'zisini ba'zisidan qandoq ortiq qilganligi haqida tafakkur qilgan. Müminlərinin oxiratdagi darajalari texmo cho'ng va texmo yuqori bo'ladi. Ey inson, Allohga ibodatda hech qanday ma'budni sherik qilmagan. Agar shundoq qilsang, ayiblangan va xorlangan holatga tushib qolasan. Ey inson, Rabbing seni ibodatlarni faqat uning o'ziga qilishga buyurdi. Shundoq qilishni sana farz qildi. Rabbing seni, ya'ni otaga, onaga qaytarqanib xizmat qilishga buyurdi va shuni farz qildi. Xususan, ota-onaning biri yo ikkilisi yashinib qolgan bo'lsa, ularga hargiz yomon gap qilmagan. Ular ranjib qoladigan so'zlarni qat'iy qilmagan. Hatto ularga eng oddiy degan gapni qilmagan. Ularga qo'pollik qilmagan. Ularga hamisha yaxshi muomala qilgan. Ularga har doim hurmat bilan yumshoq va siliq gap qilgan. Otanga va onanga cho'nqur mehribonlik ko'rsatish bilan bir vaqtda ularga nihoyat kamtar bo'lgan. Tovanchilik bilan muomala qilgan. Ular seni kichik vaqtingdagi ojiz va chorasiz cheg'ingda asrab beqib cho'ng qilgandek, senmi ularning hayot va mamotida Allohning ularga cheksiz rahim shafqat qilishini tilab duo qilgan. Ey insonlar, Rabbinglar dilinglardagi yaxshilik va yomonlikni obdan bilguchidir. Agar sizlarning niyatinglar va maqsadinglar Allohning roziligiga va yaqinligiga erishish bo'lsa, shuni bilinglarki, Alloh tavba orqali o'ziga iltijo qilib turg'uvchilarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilguchidir. Bandaning qalbida faqatla Allohga tavba qilish tuyg'usi va Allohning muhabbati bo'lsa, Allah onun kichik gunohlarini tavbasiz kechirib yetadi. Chunki kichik gunohlar insonlik e'tibori bilan har qanday odamdan sodir bo'lib turadi. Sen bilan tuqqanchiligi bor kishilarning hammasiga yaxshilik qilgan. Ularga xayr ihson qilish orqali haqqini bergin. Topqini chiqimga yetmaydigan miskinga, pul melidan ayrilib yo'lda qolgan musofirga yaxshilik qilgan. Ularga xayr ihson qilishdan iborat bo'lgan haqqini bergin. Pul melingni gunoh bo'ladigan ishlarga ishlatmagin. Uni buzib chashmagin. Sheksizki, pul melini gunoh bo'ladigan ishlarga ishlatadiganlar uni buzib, chechib isrof qiladiganlar yomonlikda, buzg'unchilikda va Allohning amriga osiylik qilishda shaytonlarga o'xshash odamlardir. Shayton Allohning ne'matlariga tuzkorlik qilgan maxluqdir. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.